Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari va chorvadorlar, okalar. Bugun shunday baxtli kunki, biz orzu qilgan mana shu kunlarga ham yetib keldik, alhamdulillah. Okalar, qo'limda birinchi Abrazes Navadazolni ko'rib turibsizlar. Ushbu mahsulotimiz tarkibida 10% albendazol saqlovchi 100 gramm va 1 litrli holatda ishlab chiqariladigan Navadazol mahsulotimiz bo'ladi. Bu mahsulotimiz antigelmentik vosita hisoblanib, jonivorlardagi oshqozon ichak, o'pka ichak, jigardagi qurtlarini, yetilgan va yetilmagan shakarlarni bartaraf qilib tushirishda yordam beradi. Degelinizatsiyada ishlatiladi. Xullas, okalar, Navadazolni 2026-yilning 1-choragida inshaalloh sizlarga taqdim etamiz va shu xabarni bo'lishib qo'yay dedim. Katta rahmat. Inshaalloh narxlari ham o'ta eksklyuziv bo'ladi. Sifatiga esa o'zingiz baho berasiz. Biz to'g'risi maqtashdan yiroqmiz. Biz mahsulotni ishlab chiqaramiz, bahoni esa siz bering. Katta rahmat, salomat bo'ling.